Olmazor tuman veterinariya bo'limiga qo'shatib kelib tushdi. Bu qo'shatimizda mushukni sirli saqlash jarayoni bo'lib o'tadi. Urg'ochim uchun aqtallash jarayoni bo'lib o'tadi. Shuni hozir ko'rasizlar, to'liq xudo xohlasa videosini harakat qilamiz olishga, qanchalik to'liq qo'yib berishga ko'rasiz, sharoitga qarab turib. Bu hozir mushukka narkoz qilinyapti, qo'lida to'liq qulagandan keyin operatsiyani boshlaymiz. Operatsiya qilingan joyimizni, jarohatlangan joyni bundan tozalab, tozalab keyin operatsiya qilinadi. Bir tomondagi tuxumlarni topildi. Mana ketkich yordamida boylandi. Operatsiyamiz yakuniy bosqichga yaqinlashib qoldi. Hozir vaqt keladi. Biz bu jarayonda ketkichdan foydalanamiz. Maxsus ketkichlardan buni ikkinchi bosqichda esa shu yog' qatlami ikkinchi qavati tikiladi. Yog' qavatini tikishdan maqsad shu jarohat joyini, kesilgan joyini tezroq bitishga yordam beradi. Oxirgi qavat teri qatdan tikiladi. Uzluksiz choq qo'yish yordamida tikiladi.